Bugungi kunda xorij mamlakatlarda yashab kelayotgan vatandoshlarimiz bilan yaqin muloqotda bo'lish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Kuni kecha Migratsiya agentligi Buxoro viloyat hududiy filiali tashabbusi va hamkor tashkilotlar ishtirokida xorijdagi vatandoshlarimiz oilalari uchun Yangi yil konsert dasturi tashkil etildi. Chindanda bugun xorijdagi vatandoshlarimiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, vatan bilan uzviy bog'liq ekani, oilasi va farzandlari esa doimiy e'tiborda ekani amaliy ishlar orqali namoyon bo'lmoqda. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda xorijdagi vatandoshlarimiz bilan ishlash tizimi mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Ularga huquqiy, ijtimoiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatish, oilalari bilan aloqani mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, migrantlar farzandlarining ruhiy holati, ta'lim-tarbiyasi va ijtimoiy muhofazasi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ana shu g'amxo'rlikning yorqin namunasi sifatida viloyat migratsiya agentligi tomonidan xorijda mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz oilalari, xususan ularning farzandlari uchun Yangi yil bayrami munosabati bilan maxsus tadbir tashkil etildi. Tadbirda 100 nafar bolalar va ularning yaqinlari ishtirok etdi. Dastlab tadbirda so'z olgan mutasaddilar va hamkor tashkilot vakillari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar negizida insonparvarlik yuksak o'rin tutishi va kelajak avlod e'tibor markazida ekanligini ta'kidladilar. Tadbirning asosiy maqsadi migrantlar bolalariga bayramona kayfiyat ulashish, ularni e'tibor va g'amxo'rlikdan chetda qoldirmaslikdan iborat bo'ldi. Mazkur tadbir doirasida 100 nafarga yaqin bolajonlar uchun quvnoq konsert dasturi tashkil etildi. Bayramona sahnaviy chiqishlar, qo'shiq va raqslar, Yangi yil qahramonlari ishtirokidagi tomoshalar bolalarga unutilmas onlar ulashdi. Shuningdek, barcha ishtirokchi bolajonlarga Yangi yil sovg'alari tarqatilib, ularning qalbida quvonch va ishonch tuyg'ulari mustahkamlandi. Bayram dasturi xorijda vaqtinchalik mehnat qilayotgan, tartibli, xavfsiz migratsiyada bo'lgan fuqarolarimiz oila a'zolari uchun, ularning farzandlari uchun ko'tarinki ruhda bir ajoyib bayram dasturi tashkil etib berildi. Mazkur bayram dasturini hurmatli prezidentimiz alohida bir chet davlatda ishlayotgan fuqarolarimiz ham doimiy e'tibordaligini, ularning farzandlariga ham otalarcha g'amxo'rlikni ko'rsatish maqsadida mana shunday tashabbus bilan chiqqandilar va mana shu viloyatlarda endi bu tashabbus ijrolari amalda ko'rsatilmoqda. Bugun bolajonlarimiz nafaqat bir xursand, ular o'z otalariga mana shunaqa sovg'a salomlarni oldik deb o'z xabarlarini yetkazmoqdalar. Bu esa ularni o'sha xorijda mehnat qilayotgan otalari uchun ham qandaydir bir motivatsiya, ko'tarinki kuch beradi va bu bilan biz demak nafaqat shu bolajonlarni xursand qilish, ya'ni ularni o'sha xorijda mehnat qilayotgan yaqinlarini ham qalbiga xotirjamlik, tinchlik, sokinlik olib kirish maqsadida mana shunaqa bir ajoyib tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Tadbirning muhim jihati shundaki, bunday tadbirlar orqali davlatimiz xorijdagi vatandoshlarni faqat mehnat kuchi sifatida emas, balki ularning oilalari, farzandlari bilan birga qo'llab-quvvatlayotgani yaqqol namoyon bo'ldi. Bu esa inson qadri, oliy qadriyat tamoyilning hayotdagi amaliy ifodasidir. Xulosa qilib aytganda, xorijdagi vatandoshlarimiz doimiy e'tiborda. Viloyat migratsiya agentligi tomonidan tashkil etilgan mazkur tadbir esa migrantlar bolalari uchun mehr, g'amxo'rlik va davlat e'tiborining yorqin ifodasi bo'ldi.